Assalomu alaykum aziz pensionerlar, ularning farzandlari va yaqinlari. Bugun men juda muhim ogohlantirish bilan chiqyapman. Pensiya kartangiz yoki pensiya to'lovingiz kutilmaganda boklanib qolishi mumkin. Bu gap qo'rqitish uchun emas, balki oldindan tayyor bo'lishingiz uchun aytilmoqda. Chunki hozir ko'p holatlarda odam pensiya kuni bankomatga boradi, kartani soladi, pul yechmoqchi bo'ladi, lekin karta ishlamaydi yoki pensiya tushmagan bo'ladi. Yoki bank xodimi tekshiruv bor. Ma'lumot yangilanishi kerak. Hisob vaqtincha cheklangan deydi. Aynan shunday vaziyatda pensioner nima qilishni bilmay sarson bo'ladi. Men bugun sizga pensiyalar nega bloklanishi, qaysi holatlarda xavf borligi, kimlar albatta ehtiyot bo'lish kerakligi, kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir oilaga kerak. Chunki har birimizning uyimizda ota-onamiz, buvimiz, bobomiz yoki qarindoshlarimiz orasida pensioner bor. İltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Bitta oddiy xabar odamni bir necha kunlik yugur-yugurdan, hatto pensiyasiz qolish xavfidan saqlab qolishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin ko'p pensionerlar pensiyasini odatda bir xil tartibda olardi. Kimdir naqd pul shaklida, kimdir bank kartasiga, kimdir farzand orqali, kimdir ishonchnoma bilan. Hujjatlar bir marta topshirilgan bo'lsa, ko'p yillar davomida hech kim ortiqcha savol bermasdi. Pensiyaning yashash joyi o'zgarganmi? Pasport muddati tugaganmi? Bankdagi telefon raqami eskirganmi? Karta kimning qo'lida yuribdi? Bu narsalarga hamma vaqt ham jiddiy qaralmagan. Hozir esa tizim ancha o'zgardi. Davlat idoralari, banklar, pensiya jamg'armasi, soliq sud ijrochilari, ichki ishlar, FHDYO, migratsiya va boshqa bazalar o'zaro ma'lumot almashmoqda. Bu bir tomondan yaxshi, ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi, noqonuniy to'lovlar aniqlanadi, vafot etgan odam nomiga pul tushib ketishi kabi holatlar oldi olinadi. Lekin ikkinchi tomondan oddiy pensionerning birorta ma'lumoti mos kelmasa, tizim avtomatik ravishda to'lovni to'xtatib turishi yoki bank hisobiga cheklov qo'yilishi mumkin. Masalan, bankdagi pasport ma'lumoti eski bo'lishi mumkin. Pensioner ID karta olgan, lekin bankka borib yangilamagan. Pensiya jamg'armasida boshqa manzil turibdi, bankda boshqa manzil. Telefon raqami farzandining nomida, SMS boshqa odamga boradi. Karta yo'qolgan, lekin blok qildirilmagan. Pensioner bir necha oy kartadan foydalanmagan, bank xavfsizlik sababli operatsiyani cheklagan yoki pensionerning nomida sud qarori bo'yicha qarzdorlik chiqqan bo'lishi mumkin. Mana shunday kichik ko'ringan sabablar pensiya olish jarayonini to'xtatib qo'yadi. Eng katta muammo shundaki, ko'pchilik pensiya davlatdan beriladi, uni hech kim bloklay olmaydi deb o'ylaydi. Pensiya huquqi o'z-o'zidan yo'qolib qolmaydi. Lekin pensiyani hisobga o'tkazish, bank kartasidan foydalanish, hisobni ishlatish, qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish, shaxsni tasdiqlash kabi bosqichlarda cheklovlar paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni pulingiz umuman bekor bo'lib ketmaydi, lekin vaqtincha ololmay qolishingiz mumkin. Pensioner uchun esa bir hafta ham katta muammo. Dori olish kerak, oziq-ovqat kerak, kommunal to'lovlar bor. Asosiy qism nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Birinchi xavfli holat hujjat muddati tugagan yoki ma'lumotlar yangilanmagan. Masalan, Tohir 36 yoshda pensiyasi har oy 1 million 2 ming so'm kartaga tushadi. U avval eski pasport bilan bankdan karta ochgan. Keyin ID karta olgan, lekin bankka bormagan. Bir kuni bank ilovasida yoki bankomatda operatsiya o'tmay qoladi. Bank xodimi mijoz ma'lumotlarini yangilash kerak deydi. Bu yerda pensiya bekor qilingani yo'q. Lekin bank men mijozim kimligini aniq bilishim kerak deb hisobni vaqtincha cheklashi mumkin. Natijada Tohir ota bankka boradi, ID kartasini ko'rsatadi, kerak bo'lsa arza yozadi. Telefon raqamini yangilaydi, keyin karta qayta ishlaydi. Lekin bu ish pensiya kuni qilinsa odam asabiylashadi. Ikkinchi xavfli holat karta boshqa odam qo'lida bo'lishi. Juda ko'p oilalarda pensionerning kartasi farzandida, kelinida yoki nabirasida yuradi. Men buni darrov yomon demoqchi emasman. Chunki ko'p hollarda farzandlar ota-onasiga yordam beradi. Bankomatga borib pul yechib keladi, dori olib beradi. Lekin bank nazarida karta shaxsiy to'lov vositasi. Agar karta doim boshqa hududda ishlatilsa, katta summalar tez-tez yechilsa, onlayn to'lovlar shubhali ko'rinsa, bank xavfsizlik tizimi mijozning kartasi o'g'irlangan bo'lishi mumkin deb blok qilishi mumkin. Masalan, pensioner Namanganda yashaydi, karta esa har oy Toshkentda ishlatiladi. Bank uchun bu savol tug'diradi. Agar hammasi qonuniy bo'lsa ham tasdiqlash talab qilinadi.
Uchinchi holat ishonchnoma muddati tugashi. Ayrim pensionerlar sog'lig'i sababli o'zlari bora olmaydi va farzandiga ishonchnoma beradi. Ishonchnoma 1 yilga, 3 yilga yoki boshqa muddatga berilgan bo'lishi mumkin. Muddati tugagandan keyin farzand men har doimgidek olaman deb borsa, tizim ruxsat bermaydi. Masalan, Munira aya yotib qolgan, qizi pensiyasini ishonchnoma orqali olib kelardi. Ishonchnoma muddat fevralda tugagan, lekin oila buni eslamagan. Mart oyida pensiya olishda muammo chiqadi. Bu yerda ayb pensiya tizimida emas, hujjat muddati o'tib ketganida. Shuning uchun ishonchnomaning amal qilish muddatini alohida yozib qo'yish kerak. 4-holat. Pensioner vaqtincha chet elga chiqqan bo'lsa, ba'zi odamlar davolanish, farzandini ko'rish yoki mehmon bo'lish uchun bir necha oyga chet elga ketadi. Bu holatda turli tartiblar bo'lishi mumkin. Pensioner tirikligi, yashash holati, doimiy yashash joyi, ro'yxat ma'lumotlari tekshiriladi. Agar tizimda odam uzoq vaqt respublikadan tashqarida degan ma'lumot paydo bo'lsa, ayrim to'lovlarda qo'shimcha aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Men bu yerda chet elga chiqsangiz pensiya darhol to'xtaydi demayman. Bunday emas. Lekin uzoq muddatli chiqish, doimiy yashash uchun ketish, ro'yxatdan chiqish, bank kartasining chet elda ishlatilishi kabi holatlar albatta tekshiruvga sabab bo'ladi. 5-holat qarzdorlik va ijro hujjatlari. Pensionerning pensiyasi to'liq blok bo'lib qolishi shart emas. Lekin qonuniy qarzdorlik bo'lsa, ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Masalan, aliment, kredit, kommunal qarz, sud qarori, jarima yoki boshqa ijro hujjati bo'lsa, majburiy ijro byurosi orqali bank hisobiga cheklov kelishi mumkin. Odamlar ko'pincha men pensionerman, mendan ushlab qolishmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim ijtimoiy to'lovlar bo'yicha cheklovlar bo'lishi mumkin. Lekin har bir holat alohida qaraladi. Agar bank hisobingizga ijro hujjati tushgan bo'lsa, bank o'zicha yechib tashlamaydi. U kelgan talab asosida harakat qiladi. Shuning uchun bank pulimni yeb qo'ydi deyishdan oldin ijro hujjati bormi? Qaysi tashkilotdan kelgan? Qaror raqami qanday? Shuni aniqlash kerak. 6-holat. Pensioner vafoti haqidagi ma'lumot noto'g'ri tushib qolishi yoki FSHdagi ma'lumotlardagi xatolik. Bu kam uchraydi, lekin juda og'ir holat. Masalan, ism sharif o'xshash, tug'ilgan sana bir raqamga adashgan, eski hujjatdagi ma'lumot yangi bazada noto'g'ri ko'chgan bo'lishi mumkin. Tizim shaxs vafot etgan degan signal olsa, pensiya to'xtatiladi. Agar odam tirik bo'lsa, u darhol pensiya jamg'armasi bo'limiga FHDYO yoki tegishli idoraga murojaat qilib, shaxsini tasdiqlashi kerak. Bu holatda asabiylashish tabiiy, lekin muammoni faqat hujjat bilan hal qilish mumkin. Kimlar albatta xavotir olib tekshirish kerak. Birinchidan, ID karta olgan, lekin bankdagi ma'lumotini yangilamagan pensionerlar. Ikkinchidan, kartasini o'zi ishlatmaydigan, kartasi doim farzandida yuradiganlar. Uchinchidan, ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar. To'rtinchidan, sud qarori yoki kredit qarzdorligi bo'lishi mumkin bo'lganlar. Beshinchidan, bir necha oy bank kartasidan foydalanmaganlar. Oltinchidan, manzili o'zgargan, lekin pensiya jamg'armasiga xabar bermaganlar. Yettinchidan, chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan yoki chiqmoqchi bo'lganlar. Kimlar ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz o'z nomingizda va o'zingizda bo'lsa, karta muntazam ishlayotgan bo'lsa, qarzdorlik bo'lmasa, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, pensiya muntazam tushayotgan bo'lsa, demak hozircha xavotirga asos yo'q. Lekin baribir yiliga kamida bir marta ma'lumotlarni tekshirtirish foydali. Chunki muammo odatda oldindan ovoz bermaydi. Aynan pul kerak bo'lgan kuni chiqadi. Birinchi nozik jihat. Karta bloklanishi bilan pensiya to'xtatilishi bir xil narsa emas. Karta blok bo'lsa, pensiya hisobga tushgan bo'lishi mumkin. Lekin siz uni karta orqali ola olmayotgan bo'lasiz. Pensiya to'xtatilsa, pul umuman hisobga o'tkazilmagan bo'lishi mumkin. Bu ikki holatning yechimi ham boshqa. Karta blok bo'lsa, avvalo bankka borasiz. Pensiya tushmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilasiz. Ko'pchilik shu joyda adashadi, bankka boradi. Bank bizga pul kelmagan deydi. Pensiya bo'limiga boradi, ular bankdan tekshiring deydi. Shuning uchun birinchi savol, pul tushganmi yoki tushmaganmi? Buni bankdan hisobvaraq ko'chirmasi orqali aniqlang. Ikkinchi nozik jihat, SMS kelmagani pensiya tushmadi degani emas. Ba'zan telefon raqami o'zgargan bo'ladi. SMS xizmati o'chgan bo'ladi. Aloqa operatorida muammo bo'ladi. Pensioner SMS kelmadi, pensiyam yo'q deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankomatdan balans tekshirish, bankka qo'ng'iroq qilish yoki bank bo'limidan ko'chirma olish kerak.
Ayniqsa pensionerning telefon raqami farzandi nomida bo'lsa, SMS boshqa telefonga borayotgan bo'lishi ham mumkin. 3-nozik jihat, qarzdorlik bo'yicha ushlab qolishlar doim ham butun summani olib qo'yish kerak emas. Agar pensiyadan ushlab qolish bo'lsa, qancha foiz ushlanishi, qaysi qaror asosida, qaysi muddatgacha ushlanishi aniq bo'lishi kerak. Masalan, 1.500.000 so'm pensiyadan 300.000 so'm ushlangan bo'lsa, odam darrov pensiyam kamayib ketdi deydi. Aslida bu kredit yoki ijro qarori bo'lishi mumkin. Lekin agar hisobdagi barcha pul yechilib ketgan bo'lsa yoki yashash minimumiga ta'sir qiladigan darajada katta ushlab qolish bo'lsa, hujjatlarni tekshirtirish kerak. Noto'g'ri ushlab qolish bo'lsa, e'tiroz berish mumkin. 4-nozik jihat. Firibgarlar aynan shu mavzudan foydalanmoqda. Hozir pensionerlarga telefon qilib, pensiyangiz bloklanadi. Kartangizni yangilash kerak. SMS kodini ayting. Pasport rasmingizni yuboring. Pensiyani oshirib beramiz deyotgan firibgarlar bor. Men qat'iy aytaman, hech qachon SMS kodini hech kimga aytmang. Bank kodimi ham, pensiya jamg'armasi kodimi ham sizdan karta PAN kodingizni, SMS tasdiqlash kodini, ilova parolini so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib shoshiltirsa, qo'rqsa, hozir aytmasangiz pulingiz bloklanadi desa, bu firibgarlik belgisi. Telefonni qo'ying va rasmiy raqamlarga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 5-nozik jihat. Pensiya kartasini boshqa maqsadlar uchun ishlatish xavfli. Ayrim farzandlar ota-onasining kartasidan internet do'konlarida pul o'tkazmalarida, hatto kichik biznes aylanmasida foydalanadi. Masalan, onaning pensiya kartasiga har oy 1.300.000 so'm tushadi. Lekin kartadan oyiga 20 million so'm kirim chiqim bo'ladi. Bank buni oddiy pensiya harakati deb qabul qilmaydi. Savol tug'iladi. Bu pul qayerdan kelyapti? Nega pensioner kartasida katta aylanma bor? Natijada bank moliyaviy monitoring sababli operatsiyalarni cheklashi mumkin. Shuning uchun pensiya kartasi faqat pensionerning shaxsiy ehtiyoji uchun ishlatilgani ma'qul. 6-nozik jihat. Manzil va ro'yxat masalasi. Pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, pensiya ishini ko'chirish, yangi manzilni bildirish kerak bo'lishi mumkin. Men baribir shu davlat ichidaman-ku deyish noto'g'ri. Tizimda xizmat ko'rsatuvchi bo'lim, bank filiali, ro'yxat manzili, yashash joyi mos bo'lishi muhim. Ayniqsa, naqd shaklda yoki ishonchnoma orqali pensiya oladiganlarda bu muammo ko'proq chiqadi. 7-nozik jihat. Vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechish. Bu juda jiddiy masala. Ba'zi oilalarda odam vafot etgandan keyin ham kartaga pul tutsa, qarindoshlar baribir bu uning puli edi deb yechib oladi. Lekin vafotdan keyingi ortiqcha to'lovlar noqonuniy hisoblanishi va qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Keyin oila qarzdor bo'lib qoladi. Shuning uchun pensioner vafot etsa, shuning belgilangan tartibda tegishli idoralarga xabar berish, dafn puli yoki meros masalalarini qonuniy yo'l bilan hal qilish kerak. Endi eng muhim qism. Pensioner bugundan boshlab nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz amal qilayotganini ko'ring. Agar yaqinda ID karta olgan bo'lsangiz, bankka borib ma'lumotlaringiz yangilanganini so'rang. Bank xodimiga mening mijoz ma'lumotlarim yangilanganmi? Telefon raqamim to'g'rimi? Manzilim to'g'rimi? deb aniq savol bering. Agar kerak bo'lsa, ariza yozing. O'zingiz bilan ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni, telefon raqamingiz, bank kartangizni olib boring. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarni tekshiring. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, pensiya ishingizda FIsh, tug'ilgan sana, pasport ma'lumoti, yash manzili, telefon raqami to'g'ri ekanini aniqlang. Agar siz ko'chgan bo'lsangiz, manzil o'zgargan bo'lsa, bu haqda yozma murojaat qiling. Og'zaki aytib qo'ydim bilan cheklanib qolmang. Iloji bo'lsa, murojaatingiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxa oling. 3-qadam, karta kimda ekanini tartibga soling. Agar pensionerning o'zi yura olsa, karta o'zida bo'lsin. Agar farzand yordam berayotgan bo'lsa, hammasi ochiq va rozilik bilan bo'lsin. PIN kodni qog'ozga yozib kartaning yonida saqlamang. Karta yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib blok qildiring. Yangi karta olayotganda telefon raqami pensioner yoki ishonchli yaqinning doimiy foydalanadigan raqami bo'lsin. 4-qadam, ishonchnoma bo'lsa, muddatini tekshiring. Notarius bergan ishonchnomada qaysi sanagacha amal qilishi yozilgan. Shu sanani alohida daftarga yozib qo'ying. Tugashi kamida bir oy qolganda yangilash masalasini ko'ring. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, notariusni uyga chaqirish imkoniyati bor yo'qligini aniqlang. Ishonchnomada aynan pensiyani olish
bankdagi pulni yechish hujjatlarini imzolash vakolati aniq yozilgan bo'lishi kerak. 5-qadam qarzdorlikni tekshiring. Agar pensiyangiz kamayib tushayotgan bo'lsa yoki hisobingizga cheklov qo'yilgan bo'lsa, bankdan yozma ko'chirma oling. Ko'chirmada ushlab qolish qaysi tashkilot yoki qaror asosida bo'lganini so'rang. Keyin majburiy ijro byurosi bo'limiga murojaat qiling. Mening nomimda qanday ijro hujjati bor, qancha qarz, qaysi sud yoki tashkilot qarori qancha ushlab qolinmoqda deb yozma ma'lumot so'rang. Agar qarzdorlik sizniki bo'lmasa, familiya yoki pasport bo'yicha xatolik bo'lsa, darhol e'tiroz yozing va hujjat nusxalarini ilova qiling. 6-qadam pensiya tushmasa, vahima qilmasdan ketma-ket tekshiring. Avval bankdan hisobvaraq ko'chirmasi oling. Pul tushganmi yoki yo'qmi? Agar pul tushgan lekin yecha olmayotgan bo'lsangiz, muammo bank kartasi yoki hisob cheklovida. Agar pul umuman tushmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga boring. U yerda to'lov nima sababdan to'xtagan yoki kechikkan deb yozma izoh so'rang. Og'zaki javob bilan kifoyalanmang. Chunki keyin boshqa joyga murojaat qilganda sizga asos kerak bo'ladi. 7-qadam firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kod aytmang. Karta raqamining to'liq ma'lumotlarini, amal qilish muddatini, CVV kodini bermang. Telegram orqali kelgan havolalarga kirmang. Pensiya oshdi, ro'yxatdan o'ting degan soxta saytlarga ma'lumot kiritmang. Rasmiy ma'lumotni faqat davlat idoralarining rasmiy kanallari, bankning rasmiy raqamlari yoki bevosita bo'limga borib tekshiring. 8-qadam hujjat papkasi tayyorlab qo'ying. Har bir pensionerning uyida alohida papka bo'lsin. Unda ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiyaga oid hujjatlar, bank karta shartnomasi bo'lsa, nusxasi, ishonchnom nusxasi, tibbiy hujjatlar, manzil ma'lumotlari, bank va pensiya jamg'armasi telefon raqamlari turishi kerak. Farzandlar ham bu papka qayerda ekanini bilsin. Chunki muammo chiqqan kuni hujjat qidirishning o'zi katta stress bo'ladi. 9-qadam har oy pensiya kelganini va qancha kelganini yozib boring. Oddiy daftar tuting. Masalan, yanvar 22.000 so'm, fevral 22.000 so'm, mart 20.000 so'm. Agar bir oyda summa keskin kamayib qolsa, darhol sababini so'raysiz. Bu odat pensionerga o'z pulini nazorat qilishni o'rgatadi. Ayniqsa, karta farzand qo'lida bo'lsa, pensioner har oy qancha pul tushganini bilishi shart. 10-qadam muammo hal bo'lmasa, yuqori tashkilotlarga murojaat qiling. Avval tuman pensiya jamg'armasi va bank bo'limiga boring. Natija bo'lmasa, yozma murojaat qiling. Murojaatda ish, shir, manzil, telefon, muammo sanasi, pensiya miqdori, bank nomi, karta yoki hisob raqami oxirgi raqamlari, muammo mazmuni aniq yozilsin. Pensiyam blok bo'ldi, yordam bering deb umumiy yozmang. 2026 yil 5 fevral kuni pensiyam kartaga tushmadi. Bank ko'chirmasiga ko'ra hisobga mablag' kelmagan. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va to'lovni tiklash choralarini ko'rishingizni so'rayman deb yozish kerak. Uning murojaatiga aniq javob olish osonroq. Azizlar, bugungi eng asosiy fikr shuki, pensiya huquqingiz bor, lekin hujjat, bank, qarzdorlik, ishonchnoma, manzil va xavfsizlik masalalaridagi xatolar sabab pulingizni vaqtida ololmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun muammo chiqqanidan keyin yugurishdan ko'ra, hozirdan tekshirib qo'yish 1000 marta yaxshi. ID karta ma'lumotini yangilang, bankdagi telefon raqamingizni tekshiring, ishonchnoma muddatiga qarang, qarzdorlik bor yo'qligini aniqlang. Kartangizni begonalarga bermang va firibgarlarga ishonmang. Agar sizda yoki yaqinlaringizda pensiya bloklanishi, karta ishlamasligi, pul kechikishi, ushlab qolish yoki hujjat xatosi bo'yicha real holat bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Boshqalar sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensioner tanishlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, bank kartalari va davlat to'lovlari bo'yicha eng muhim ogohlantirishlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.